Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum hurmatli jamoat. Eng birinchi Alloh taolaga cheksiz maqtov shukirchilik bo'lsin. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga Allohning salomi va rahmat bo'lsin. Bugungi ulug' kunimiz Arafa kuni, ertangi O'roza kuningizda Alloh taolo muborak qilgan bo'lsin. Qutlug' qilgan bo'lsin. Alhamdulillah aman esen, saq salomat uy bilan menen, ata ene menen, bala chaqalar menen mana bu O'rozaga yetib keldik. Alloh taolo barizga hidoyat, to'g'ri yo'l bersin. 12 oyning eng ulug'i sultoni bo'lgan O'rozaga kirib keldik. Alhamdulillah. Buga cheksiz maqtov shukirchilik aytaylik. Qanchalagan insonlar, qanchalagan siz bilan bizning tug'andarimiz o'shunday ulug' kunda niyat qilgan edik, biroq yetmay qoldi qanchalagan insonlar. Mana alhamdulillah kimga yetgan bo'lsa, ertang inshaalloh O'rozani qarmaymiz. Kunlarning ulug'i, oylardan ulug'i bo'lgan mana shunday eng ulug' oy O'roza ekan. Alloh taolo bu O'roza oyni siz bilan bizga barakali qilibdir. Barakali duolar qabul bo'la turgan, so'raganni bera turgan, günahlarni kechira turgan shunday oy ekan. Avvaluhu rahmatun. Başı 10 gün rahmat, avsatuhu mag'firatun. O'rtog'i 10 kundugi mag'firat va axiru itqu minan niran deb. Oxirgi 10 kunlikda Alloh taolo qanchalagan insonlarda dozoqqa hukm qilgan inson odam baldarini emne qiladigan musulmonlarda dozoqdan afu chiqaradigan kun ekan. Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam aytadi, qaysi bir inson, qaysi bir mo'min musulmon ushul O'roza oyini kelishini xursandchilik bilan suyunib, o'shunday O'rozani hurmatlab siylab kutib olgan bo'lsa deb, bu odamga Alloh taolo dozoq o'tini aram qiladi debdir. Mana shunday ulug' oy kirib keldi alhamdulillah. Bu oyda har bir qilingan, qo'l ko'tarilgan duolar qabul bo'ladi deydi. Qilgan har bir ehson, sadaqa, xayriyat, yaxshiligingizni Xudoy taolo qabul qiladi deydi. Mana shunday oyga aman esen, saq salomat yetib keldik tug'andar. Alloh taolaga cheksiz maqtov shukirchilik aytaylik. Mana shunday ulug' oylarda bir-birimizni hurmatlab, siylab, ota-onani hurmatlab, ota-onani siylab, ertamangi sog'likka turib, ota-onani xizmatini qilib, ota-onaning duosini olib qolaylik. Eğer ota-ona bo'lgan bo'lsa, ota-ona o'tib ketgan bo'lsa, bularga emne qilamiz? Bereylik desek, ashnanimizni bereylik, ata yo'q, ene yo'q. Bularga siz bilan biz o'shal ertaman sog'likka turgan vaqtida 2 rakatdan nafil namoz o'qib turib, ota-onaga o'qigan namozning savobini emne qilayotganmiz, bag'ishlayotganmiz. Allahum mag'firli vel validayya. Allah'ım ata-onamni mag'firat qilgin. Bu dunyoda bilib turib, o'qib-o'qmay, ko'rib-ko'rmay qilgan barliq gunohlarni Alloh o'zing kechirgin deb duo qilayotganmiz. Mana siz bilan bizni o'tib ketgan ota-onamizga qilgan yaxshiligimiz. Mana shu qilgan yaxshiligimizni ota-onamizga rohat, yaxshilik barat ekan. Ularga o'tib ketgan ashnan emas, mana shunday qilingan duolar, 2 rakat deb namoz, 2 oyat Qur'on bilganimizni o'qib duo qilayotganmiz. Mana ota-onaga qilgan xizmatimiz, ota-onaga qilgan yaxshiligimiz ekan. Tiriklarda bo'la turgan bo'lsa, doim shuni hurmatlab, siylab, ashnanini vaqti-vaqtida bera turgan bo'lsa, bu ota-ona rozi, Xudoy rozi deydi. Er rozi, Xudoy rozi deydi. Mana o'shandaqdan tug'andar, bu 5 kunlik dunyo, bu O'rozani sizga bizga baylab qo'ygan yo'q deydi. Agar shu O'roza oyidagi yaxshiliklarni, O'roza oyidagi foydalarni, O'roza oylardagi eng yaxshi narsani barlig'ini bilganda deydi. Men ummatlarga payg'ambar alayhisalom yil bo'yi O'roza tutsak yaxshi bo'ladi deb niyat qilayotganda, sebab bu oyda qilingan duolar qabul. Bu ayda qilgan ehsoningiz bo'lsin, sadaqangiz bo'lsin, bunun barlig'ini Alloh taolo qaytarmasdan qabul qilatgan. Mana shu oylarda eselab Alloh taolo savob beratgan. Sebab bu oyda Qur'on tushgan oy. Mana shunday ulug' kun. Bu oyda Qadr kecha bor. O'shunday bir kecha kunlarning eng ulug' tuni bu qaysi ekan? Qadr kechasi ekan.
bunda qilingan duolar, tilekler mana shunday qabul bo'ladigan kunlar bor ekan ro'zada. Mana o'shandaqdan ro'zani bekor o'tkazmasdan, bayag'i siz bilan biz ro'za qarmadik. Alhamdulillah, erta bilan turdik, uyqudan qaldik, och qaldik, tok qaldik deb o'tirib, emne qildik, kech o'za chatganmiz. O'shani erta bilan kechga davr telefon qarmab o'tiradigan bo'lsak, bunda ajr savob yo'q. Mayli, telefonda Qur'on o'qisangiz, o'qisangiz, bayan o'qisangiz, ikkita Qur'on telefonni qarab Qur'on o'qisangiz, mayli, anda hech qanday bir ziyoni yo'q. Foydasi bo'lsa bo'ladi, inshaalloh ziyoni yo'q. Biroq siz bilan biz bayag'i keragi yo'q, mutlik bo'lavi, kino bo'lavi, boshqa narsa bo'lavi, bizning vaqtimizda ola turgan narsalar bo'la turgan bo'lsa, biz ro'zadan foyda topmay qoladi ekanmiz tug'anlar. Mana o'shandaqdan bu ro'zani shunday jirg'ab o'tkazaylik, zikr bilan, fikr bilan, duo bilan, ixlos bilan, Qur'on bilan o'tkazaylik. Mana shunday ulug' kunda ertaroq kelib kelingmi? Medresa bor. Medresa birdan ikkidan balani qarmangiz. Mana shu yerda ro'zani hurmatiga, ro'zani siga, ulug' kunning hurmatiga o'shal baldarni vaqtini olib turib, hech bo'lmaganda malmisani bitirib olganga harakat qilishimiz kerak. Ko'rdingizmi? O'shuni bitirganga harakat qilish kerak. Harakat siz bilan bizdan bo'la turgan bo'lsa, Alloh taolo vaqtimizga, aqlimizga Allah o'zi bereke berib qoladi. Allah o'zi jengillik beretken, o'qiganga, bilganga. Allah jengillik oson qilatgan. Ha, innamal a'malu binniyati payg'ambar sollallohu alayhi vasallam qanday niyetinglar bo'lsa, albatta o'sha niyatga yetasinglar dedi. Niyetinglar yaxshi bo'la turgan bo'lsa, inshaalloh o'sha niyatni olasinglar dedi. O'sha niyatga yetasinglar dedi. O'shandaqdan niyatni yaxshi qilaylik Allohim. Shunday ulug' ay aman sen jettim Xudoga shukr deb, jetganimizga shukr qilib, hech bo'lma deganda shu suralarında 15-20 sura bilan Allah shularni bir to'g'rilaganga mumkinchilik bergin deb, o'sha baldardan birdan ikkidan olib, bilgan surangizni takror qilib, qaytalatib, tajvidlarini, tamg'alarini o'rda chiqatgan qilib, harakat qilsak dağı cho'ng ne'mat, yaxshilik bo'ladi inshaalloh. Ro'zani bekor o'tkazmaylik. Uyqu bilan, oyoq beqman emas, zikr bilan, fikr bilan, tasbih bilan, tahlil bilan, subhanalloh, alhamdulillah, Allahu akbar. Mana shunday kalimalar til zikrda bo'lsin. Tilimiz doim tunu kuni zikrda, qalb, yuragimiz fikrda bo'lsin. Allohim qanday qilganda men Allohga yaqindayman. Qanday qilganda men shu jashkada qilgan kunimni kechirat. Qanday qilganda mening ota-enamning gunohini kechirat. Qanday qilganda men elim, jerim, intimoq bilan, birimdilik bilan, iymondilik bilan umr kechirat, kun o'tkazat deb mana shulardan o'ylab duo qiladigan bo'lsak, albatta qilgan duozni Alloh taolo qabul qiladi ekan. G'aybana qilingan duolar inshaalloh albatta qabul bo'ladi ekan. G'aybana siz bilan biz birovda aytpadi, devedi, menga duo qilinglar devedi. Biroq o'zingiz ixtiyoringiz bilan yuragingizdan chiqib jora yo'ldoshlarga, qo'shni qo'longlarga, ag'a inilaringizga emne qilatganmiz, duo qilatganmiz. Allohimizga qo'shni qo'longlarga iymon ber, insof ber, tavfiq ber, hidoyat ber, yaxshilik bergin Allohim. Mana shulardan hech narsadan bir kamchiligi qilmagan, kamchiliksiz qilgan Allohim, den sog'lik bergin. Umrlarga, rizqlarga Allah bereke bergin deb yaxshi niyat qiladigan bo'lsak, siz bilan bizning o'ng joq so'l joqda perishtalar amin, amin, amin deb turatgan. Amin manasimda Allohim bu kishini aytgan duosini qabul qilgin deb o'tatgan. O'ziga da shunday aytgan, shu qo'shnisiga, tug'aniga aytgan narsani o'ziga da bergin deb bu perishtalar amin deb turatgan. Alloh bu shuntib qo'shni qo'longa yaxshilik so'rayotadi, den sog'lik so'rayotadi, umrlarga beraka so'rayotadi. Allohim bu o'ziga da o'shal yaxshiliklarda bergin deb perishtalar duo qilayotgan tug'anlar. Qanday yaxshi narsa. Siz biz birovga ixtiyorlik qiladigan bo'lsak, Alloh taolo perishtalar siz bilan bizga so'rab berayotgan. Mana o'shandaqdan bu 30 kun ro'za emne bo'ladi? Ha, ko'z ochib jumgacha o'tib ketadi. O'shandaqdan bu ro'za oylarda duolarni qabul qildirib olaylik. Ota-enaga xizmat qilib, ota-enaning duosini olib qolaylik. Ha, mana
kız kelinlerge aytaylık. O kızım, ey kelinim, o kızım bargan jerini kaynatda, kaynanangni urmatsin oradan koygun. Aşın nanını pişirip dayar kılıp berin ertemenge turup. Balam uktap kaldı, balamdı kıynaldım dep uktap kalı alar ertemenge tamak aşı kalıp ketpesin. Oşoluğa jakşı kızmat kılgın inşallah sen ösösün, gelecekte baktılı üybüleden bolasın dep kızlarımıza talim terbiye berişimiz gereken. Mana oşonda inşallah kızlar oşa kaynana kaynatalarga kızmat kılsa, tamak aşın dayırleturan bolsa, bul atene kaynana kaynata emne kılatken albatta bul oroza dua kılatın Allah'ım balam mena şu kelinin baktılı kılgın, geleceğin keng kılgın, hiç bir adamga muhtaç kılvagın, özünden başka muhtaç kılvagın Allah'ım, geleceklerin keng kılgın, baktılı kılgın Allah'ım dep bul atenelere emne kılatken, közü üççe de dua kılatken, artığızdan da dua kılatken. Albatta ata menen enenin kılgan duası jakşılığı hiç kaçan kaytarılbastan kabul bolatken. Mana oşonduktan tuğandar daim ata enenin kızmatı da bolaylık. Ata enege kızmat kılaylık. Ata enege dua kılaylık. Ata enenin jakşı duasını alaylık. Mana şunday ulu oroz aylarda ata eneni razı kılalbay, ata eneni kursan kılalbay, ata-enenin duasını alalbay kalgan insanlarda, adamlarda emnede murdu jerge kalansın. Hor bolsun bunda adamlar deydi de Huday saklasın. Hor bolsun. Kanday bir adamga ata-enesini şunday uluk orozoda urmatlap sıylap bulardın duasını alalbagan adamlardın başı közü jerge kalansın. Hor bolsun degen ki. Şundayla qaysi bir insan şunday orozoga aman esen saq salama jetip kelgen bolsa, bul orozo ayda orozo karmabasa Allah Taala bul adamды da korkulsun degen. Mana şunday ulug orozoga jetip aman esen jetip alıp jana özünün күнөөлөрүнү keştirip jok kıla albagan insandaga kor bolsun degen eken. Mana oşonduktan tuğandar siz menen biz şunday ulug ay keldi. Bul ulug ayda Allah Taala'nın duaları aytat. Qaysi bir insan ertemenen dua kıla turgan bolsa, Allah Taala sizler suragıla men berem dedi Allah Taala. Sizler dua kılgıla men kabul kılam dedi. Sizler tavba kılgıla kança günöngөр bolsa da Allah Taala keçirem de vada berip atat. Albatta Allah Taala vadasını atkarat. Siz menen biz insan adam balası atkarбай vadanın üstüne çıkpay kalışız mümkün. Aytkan jerge barbay kalışız mümkün. Aytkanды kılbay koyuşuz mümkün. Amanat koygan bolsa hiyanat koyuşuz mümkün. Biroq Allah Taala'da amanatga hiyanat kılış Allah'da jok tuğandar. Mana oşonduktan emne boluş gerek amanatga beken bolaylık. Vadaga beken bolaylık. Münafıktın iki gana belgisi var deydi. İki yüzüzdün. Süylöse jalgan süylöt. Vada kılsa vadasının üstünden çıkpayt deydi. Siz menen biz musulman bolgana bul namaz okuyt bul insan. Bul adam namaz okuyt degende sizge bizge işenip bir söz aytat, bir amanatты koyat siz menen bizge. Ana şu amanatты öz eesiga tapşırganga emne kılışыбыз gereken, hareket kılışыбыз gereken. Namazkan adam, bul oroza tutkan adam dep, bu sizge işengenden keyin siz menen biz oroza tutkan adamdardı, namaz okuyan adamdardı jaman attı kılıp koybaylık. Bular namaz okuyveret, vada bereveret, vadanın arkasından kaytaveret. Mana şunday namaz okuyan adam, namaz okusa da şunday, oroza karmasa da oroza tutsa da o şunday degen atka özü demez. Başka oroza tutkan namaz okuyandardı jaman attı kılıp koybaylık. Albatta adamlar aytat namaz okuganдар deydi. Oşo bayağı Abdullah Abdurrahman namaz okuşunda kıl bizi aldap koydu debeydi eken. Namaz okuganдар, oroza karmaganдар deydi eken. Ana oşonduktan inşallah amançılık bolsa erteң oroza karmayбыз. Buyursa orozaga beken bolaylık, üy bile bala çakаны turguzaylık, jaşı qari debey oşolordu үйrötөylük. Mana misalı bizde ilgertten ele jaş baldardı dağı ertemenge turguzup, ata baldar bärin çoğu kılıp tamağa aş jetidi ertemen turganda. Biroq o baldar oroza karmayılbayt. Biroq oroza ekenini bildirip koyat da.
Oroza ekan, mana shunday aytadi-ku, "O, biz shunday qichiragan qishda oroza qarmaganmiz. Qar shunday bo'lgan, o'shunday vaqtida bir vaqtda shol o'roq malida, arpa buğdayni o'rotgan malda tellep tepchib 15 sotik, 20 sotik arpa buğday o'rotilak, shunday issiq orozani kunida. Biroq o'sha issiqligiga qarabasdan orozani qarmaytilak deb, cho'nglarimiz aytib kelgan. Buni bari uqib yuramiz. Mana o'shondaylar siz bilan bizning baldarimizdagi, nevrelarimizdagi o'sha narsani odat qilar ekan. Mana qishdan menda qishga kelatamiz biz hozir orozani. Mana o o'tirganimizlardan ikkinchi qishga kelgan odamlar bo'lishi mumkin o'rtada. Jamoatda biz mana shu oyda shuncha yil oldin oroza qarmaganmiz deyish mumkin. Birovga uchinchi aylanib kelishi mumkin-da, hozir kelib qolgani mumkin. Mana shundan tug'anlar Alloh taolo elimizga, yerimizga, yurtimizga, mamlakatimizga Alloh tinchlik bersin, amanchilik bersin, den sog'lik bersin. O'shunday ulug' ayga kirib kelganimizga Allohga cheksmaqtan shukr aytib, Allohga ko'p duo qilaylik. El yerimizga duo qilaylik inshaalloh. Bu oroza barda Qirg'iziston eliga, yurtiga, barda mo'min musulmonlarga ertangi oroza muborak bo'lsin, qutlu bo'lsin. O'shunday ulug' aylarda barda qilgan duolarimizni qabul qilib, aman esen, sog' salomat, den sog'lik bilan bardimiz jamoat bilan orozani qarmashqa Allah nasib qilsin. Barzun Alloh taolo umringizni uzun qilgan bo'lsin. Ko'p yillarni ushintib taravih, hatmi Qur'onlarga kelishni Alloh barzun nasib qilsin. Mana bugun kunda qarab ko'rsangiz, masjid to'ldi, ustida to'lib o'tadi. Biroq ushunday taravih bitguncha, ushunday bo'la turgan bo'lsa, inshaalloh nur ustiga nur bo'latgan. Endi azmas qiynalamiz turganlar. Azmas qiynalamiz, qistalamiz. Biroq sabr qila turgan bo'lsak, Qur'onni bosh oyoq bitirib gandan savobini olatganmiz. Ana endi bitgandan keyin o'zingiz o'qiy olmaysiz. Bunga tushunamizmi, tushunmaymizmi, bilamizmi, bilmaymizmi, qarakalarni ortda turib, ixlos bilan, e'tiqod bilan savob umid qila turgan bo'lsa, inshaalloh Alloh taolo ajr savobni beretgan. İnşallah oroza bitguncha xatmiga kelamizmi? Ha, inshaalloh. Alloh bizga sog'lik bersin. Alloh taolo bari jalg'anchi qilmasin, ha. Oroza bitguncha inshaalloh aman esen o'shunday to'lib jamoat bilan kelishalloh barzo nasib qilsin.